Ailede vəziz qilsam doimiy yerilib ketadi yoki ta'mini yaxshi chiqarmayman degan urug' tuqqanlarimizga bugun 30 yillik hunarimni oshkorlatmoqchi. Qilish usulimiz nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur o'rganasiz. Samsugunish boshlaydi ketdi. Avval o'zimizning amaliy ahvoliga qarab, muvofiq miqdorda kalgo'sh tayyor qilib olgandan keyin pichoqda ushchoq to'g'rab olsaq bo'ladi va yoki qiyim qilish mashinasiga solib, cho'ng kishilikini muvofiq holat qilib ushchoq deb olsaq bo'ladi. Bak bilmagan do'stlar suratga qarasanglar bo'ladi. Men mushalatga esa nihoyat o'lchamlik bo'ladi. Ondan buning ustiga so'ng piyoz, zanjivil va shayyoni bo'lsa, suratdagidek cho'ng kishilikini muvofiq holatda ushchoq to'g'rab olib ustiga solib, ondan oz miqdorda tuz, mekaning tuxumidan 2 ta olchaqimiz, yana orqadan muvofiq miqdorda kavavichin, bir qo'shiq zira, 2 qo'shqa atrofida kraxmal to'kimiz, ishlatganim bo'lsa cho'ng ustamning purchoq kraxmali. Buni lampon qilishga va yoki kraxmalni o'rnini shiltishga o'rtaq mos keladi. Orqadan nava ta'min texnik yaxshi chiqarsam deydigan tuqqanlarimiz cho'ng ustamning vejinsidan nihoyat oz miqdorda solib, bir aralashtirib etib, bir yo'ng setib olgan dufini solib, yana davomli asti-ustini rosa aralashtiramiz. Qiymimiz suratdagidek men mushalat kelgandan keyin qo'limizga muvofiq miqdorda qiymalib, suratdagidek yumloq holatga kelgandan keyin taqsiga chiroyli tizib olamiz. Araliq ko'ra bishak yapsa urug' tuqqanlar qo'llash bak oddiy bo'lib, faqat haqsiz bo'lgan yurakdan birini beslasanglar bundan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Qo'llagan tuqqanlar rahmat. Qozon ko'proq may qo'yib, mayni ravrs qizitgandan keyin tayyor qilib olgan vanzlarni bir-birlab solib, suratdagidek rangi men mushalat kelgandan keyin ham suzib olamiz. Buningda bir diqqat qiladigan ish bo'lsa, tuqqanlar chuqur mayning gradiyasi yuqori bo'lishi kerak. Mana shunday qilib ta'm va changlik jihatdan nihoyat o'lchamli chiqqan vanzimiz tayyor bo'ldi. Navada vanztangning tengini tanishni o'rgangisi bor tuqqanlar mush filmning yurak soni 10 mingga yetsa, film chiqarib beraman.